Bu qo'yda mingtasini barakasini olganmiz. Masalan, gapda haligi yashirib, bunday qilib o'tirmaymiz. Masalan, ko'ringlarda mana bu qo'zi inasidan sutga mana. Sutga to'yib ajraganda. Hadi qolsa bugun ikki qo'ylarni qo'zi narxida chiqarib beramiz. O'ta ham suyaklari zo'r, kilalari ham yaxshi, oyoq qo'li ham uzun, tishi ham ikki qo'ylar hammasi. Ikkishlardan. Bo'ylari 85 ga beramiz. 80 lik qo'y emas bu. 85 lik qo'y. Bo'lishini aytavering, bo'lishini aytaman. Hayır sunnat ham. Mana hayır sunnat hammasi ichida, bonusi ham ichida. Bitta odam zot qilib olaman desa, dumbar azizlar qarang. Mana qarang, dumba ham ochiq, topoqqa ham zo'r ketadi. Mana dumbar azizi ham o'ta kuchli narsa. Zo'r narsa ekan aka, haqiqatan. Qora variant, ashulali qora variant. Bular ham o'ta semiz narsalar. Bularni ham Badani ham semiz ekan. mana qo'y. Qarang badanini akalar. Baliq olib ketibdi-yu. Bugun sizlarga faqat akalari qo'zini narxida ikkishga o'tayotgan yemga tayyor bo'lgan qo'chqorlarni yana yangi partiyasini olib kelib yana chiqaryapmiz akalar. Assalomu alaykum O'zbekim Chorvasi YouTube kanali obunachilari. Bizni muntazam ravishda kuzatib boruvchi obunachilar. Hurmatli kuzatuvchilar, ekran qarshisi yaxshilab o'tirib, like tugmachasini qizartirib qo'yasizlar. Bugun yana sizga yana yangi partiyani sizlarga tortiq qilyapmiz. Xudo xolasa, padishkani emasdan like tugmachasini bosib turasizlar. Bugun chiroyli qilib narxini ham arzon qo'yib beramiz. Xudo xolasa sizlarga to'liq ma'lumotini Alisher akamizga o'zim beramiz. Alisher aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Sherzodbek keldingizmi? Assalomu alaykum obunachilar. Bugun aka chirillardan qo'yib beramiz a. Xudo xolasa, bugun ikki qo'ylarni qo'zi narxida chiqarib beramiz. Ikki qo'ylarni qo'zini narxida. Qo'zi ham bor-a undan tashqari. Qo'zi ham bor, ikkishlarimiz bor. Bugun qambag'al bo'y qilaman degan qo'yni chiqarib beramiz. Yaxshilardan chiqarib Qur'onni qo'yga to'ldiraman deganlar uchun o'ta ham suyaklari zo'r, kilalari ham yaxshi, oyoq qo'li ham uzun, tishi ham ikki qo'ylar hammasi. Ikkishlardan. Ikki o'tgan bular-a? Xotirjam, hammasi ikki o'tgan. Bu yangi partiya akalar, adashmanglar. O'tgan safar 2 kun 3 kun oldin chiqqan qo'ylar yana chiqayapti degan obunachilarimizga akalar, qo'ylarimiz serob, 1000 ta qo'ydi barakasi olingan deyishgan lekin. Bu qo'yda mingtasini barakasini olganmiz. Masalan, gapda haligi yashirib, bunday qilib o'tirmaymiz. Masalan, bu qo'y. Bir payda qilib, ya bir bunday qiladigan emas. Pulni bo'shatib, chiroyli shu yo'lida sotiladigan qo'y. Qo'y bilan qo'yni meshida farqini bilib olasizlar. Hozir mana shu videoda qo'y bilan qo'yni farqini bilib oladi. Libay masalan bir ikki odam aytadi-da, haligi mana qo'yni qimmat chiqarding, u qo'ldan mana qo'yni arzon chiqarding. Qo'y bilan qo'yni farqi bor. Mana bu qo'y go'sht yo'nalishida qo'y. Bu qo'yda sifat yo'q, u konkretniy gap. Böyle yashirish kerak. Bu qo'yda konkretniy sifat yo'q, lekin suyagi bor. İlk tish, hamma yo'g'i yetarli, yeb ichadi, konkret. Prosta faqat go'sht yo'nalishida. Buni masalan qo'yga borib qo'shib bo'lmaydi. Masalan, bittasini ko'tkam ko'troq, bittasini ko'ta osilg'arroq. Ya bittasini shoqi bor, shu. Lekin salomatligi hamma yo'g'i joyida. Suyaklari konkret. Boqqani konkretni zo'r oladi. Go'sht yo'nalishida qo'yda bu. Endi Alisher aka birinchi partiyaga soni nechta aka? Soni 40 dona. 40 dona. Yosh oyliklar qanchaga beramiz buni? Yosh oyliklar iktish, 12 oylik, 13 oylik shunaqa. Iktish emas, xotirjam bu tekshirib olishadi. Qisqa video qilib berdiysa, videodan keyin tanlashganlar qisqa ham video qilib beraveramiz. O'zlariga alohida lokatsiya video qilib berasiz. Xohlasalar lokatsiya tashlab beramiz, xotirjam kelishaveradi. Ne gap yo'q. Haligi masalan, qo'zi deymiz, shah deymiz. Nima qilib hali yolg'on gapirib, dab sotmaymiz, jeyimiz aniq. Aka, buni bo'ylarini necha beramiz endi? Bo'ylari 85 ga beramiz. 80 lik qo'y emas bu. 85 lik qo'y. Xotirjam dab olishaveradi. O'lchab beraveramiz. Toza kashtalar ekanda, yaqinda kelibdi. Kichkinasi bir 80 chiqib qolmasa, hammasi 85. Oyoq qo'llar uzun. Yaqinda kelibdi bular aka. Kelganiga bir 8 soat cho'p qoldi-da. 8 soat. Hali bir kun bo'lmadi. Hali bir kun bo'lgan yo'q. Prosta yeb ichlarni tekshirdim. Endi to'g'risini aytaman, chap-chapda qalarni o'zim chiqarib berdim-da. Yaxshilarni terib qo'ydim. Tavsiya qilamiz akalar, xudo xolasa. Endi Alisher aka bular narxini qancha deymiz aka? Narxini bomba narx qo'yamiz. Sherzodbek aytayapman-ki, qo'zini narxida shaq qo'y chiqaraman deb bekorga aytganim yo'q. Qo'zini ham zo'r qo'zini 4,5 million, 5 milliongacha chiqarilyapti. 4,5 shaq qo'y 6 millionni pastda yo'q. Hozirgi kunda haqiqatan yo'q. Shaq ilk tish qo'y 6 millionni pastda yo'q. Ne gap yo'q aka. Tavsiya qilamiz ana. Harakatlari ham yengil. Bu 6 millionni pastida. 6 millionni pastda chiqaramiz. 6 millionni pastda chiqaramiz. Xotirjam kelsa odam shunday ko'rib qo'ydi, gavdasini, oyoq qo'lini ko'rib, oyoq qo'li ham chaqqan, ko'ryapsizmi? Unaqaligi so'limaga o'xshab turmaydi. Qo'ylar tog'di qo'y, unaqaligi yem yeb turgan narsa emas. Dalavaj demoqchisiz. Dalavaj bu.
Haligi bu lambillab semirib ketgan vaj emas. Suyak katta, suyagi bor qo'y, xolos bu. Xudo xolosa bitta yaxshi dehqonni qo'lga tushgandan keyin yemini yeb, konkret o'zgaradi. To'g'ri ekan. Harakatlari yengil ekan. Harakatlari yengil, oyoq qo'l chaqqan. Yo'g'on narsa ekan, tavsiya qilamiz, xudo xolasa. Endi Alisher aka buni narxini aytadimiz aka. Narxini bitta bomba narxga beraman. Hop. Haligi o'tdi berdi, bundaqasi yo'q, borini aytib ketaman. Bo'lishini aytavering, bo'lishini aytaman. Hayır sunnat ham. Mana hayır sunnat hammasi ichida, bonusi ham ichida. Mana shunday kuribni ichida mashinadan ketdi. Shunday kelib turib, mashinadan oldim desa, mana mashinadan bag'rim. Shunday oldim desa 5 million 600 dan ketdi. Samarqandgacha dastlabkasi bor mana. Shunday oldim desa mana 40 tani 20 ta bo'lib olishganmi yo 20 tadan uyog'iga masalan 40 ta ketdi deylik Optimga. Ha, 40 ta ketsa ham masalan 5 million 600 dan ketdi. Agar bunday haligi oyog'ida masalan qaysi mana shu qo'chqorni men endi ushadim. Chiqarib olishdi. Mana shu qo'chqorni ushab turib, mana shu qo'chqorni menga berasan desa, aha. Zo'rini tanlab olsa. Zo'rini tanlab olsa, 200 ming pillisi bor. Mana shak, qo'zib emas. Harakati zo'r ekan lekin aka, tavsiya qilamiz mana qo'chqorni. 200 ming pillisi bor. Ha, xohlaganlar o'zim chiqarib bersam 100 mingdan pillisi bor. O'zim 5,5 dan chiqarib beraveraman. Ko'p emas, uni ham rosa chiqarib bersam 5-6 ta. 5-6 ta chiqarib beraman 5,5 dan. Lekin undag'ini chiqarib bera olmayman. 5 million 600 dan xohlasa 10 ta olsin. Bunday xohlasa 5 ta olsin, bunday ajratib olsin. Lekin oyoqdan tortib olsa 5 million 800 dan. Pillisdan ketaveradi. Dastlabkasi. Dastlabkasini Sherzodbek 10 tadan oshiq olsa Samarqandga chaqib beraman. Aha, Optimdan ortiq ketaveradi. Optimdan ortiq ketaveradi haligi ransa qilmaydi narx-navosiga. No, yakkalab olishadigan bo'lsa, vodiy bo'ylab bitta olsa ham farqi yo'q. Ha, vodiy bo'ylab donaga besplatna. Ha, besplatna. Endi Samarqandga 10 ta olsa mayli besplatna qilib beraman, lekin 2 ta, 3 ta olishadigan bo'lsa, u narxiga qo'shiladi. Ne gap yo'q. Hurmatli obunachilar, laqachi qo'raslar, xudo xolasa kelishtirgan holatda chiroyli qo'yib berishadi, dastlabki qilib berishadi, video syomka qilib berishadi, lakasi tashab berishadi, kelib ko'rib, tanlab o'zingiz qo'lingiz bilan olishingizni tavsiya qilib qolamiz akalar. Xudo xolasa bundan keyin qanaqalarni qo'yamiz aka? Bundan keyin qirg'iz qo'zilarimiz bor, ularni qo'yamiz. Kichkina qo'zilardan bor-a? Bor. Qo'z so'raganlar qo'zi ham bor. Videoda oxirigacha ko'ringlar akalar, yaxshilardan chiqib boradi. Akalar, sizlarga va'da qilganimizdek, Arashan qo'chqorlar xudo xolasa qo'zilardan, yoshlaridan so'raganlarga tavsiya qilamiz xudo xolasa. Alisher aka soni nechta beradi aka? Soni 20 dona. Bitta obunachingizga, hammasi qo'chqor. Shuni sog'liqlardan yo'qmi? Shu sog'liqlari qani bo'lsa-da. Shu sog'liqlari aka tillaga teng bo'lyapti-da bularni. Buni sog'liqlardan bundan 1 oy oldin chiqardik-ku. Aha. O'zi ham shuni chiqarganimdan bir 15 minutda tugadi. Bir kelib qoldi adashib, endi kelmayapti ichida, aralashib ham kelmayapti. Endi ular ham endi ochiqni aytish kerak, naslga chiqarmayaptimi bilmayman. Yo'q, hozir ajratgan yo'q. Hozir ajratib degan vaqt emas. Qirg'iz qo'ylari biz qo'ylardan ozgina kechroq ajraydi-da. Keyin biz qo'ylar ertaroq ajraydi. Qirg'iz qo'ylari ozgina kechroq ajraydi-da. Endi ajrayapti, enadan. To'niga ham ahamiyat berasizlar kerak. Tozalari o'z tulash boshlabdi jonivorlar. Kalla boshlariga ham ahamiyat berasizlar kerak. Quloq uzunligiga, oq yuzliligiga aka, hamma joylari, oyoq kastaklari, quyruqlariga ahamiyat berasizlar kerak. Qo'y mana bu qo'zi yetilgan qo'zi deydi. Ko'ryapsizmi? To'loga tushgan mana, ko'ryapsizmi? Ko'ringlarda mana bu qo'zi inasidan sutga mana. Sutga to'yib ajraganda. Bizgilar shu xom pomidor uzganday uzib et ajratib beradi. Mana shu vaqtda ajratsan, keyin qo'zi haqiqiy pishadi. Haqiqiy erkak qo'zi bo'ladi-da. Kelajagiga bor narsalarga. Polvonlarga ahamiyat beringlar kerak. Mana bu naslga qarang. Bitta odam zot qolaman desa, Dumbar azizlar qarang. Mana qarang, Dumba ham ochiq topoqqa ham zo'r ketadi. Mana Dumbar aziz ham o'ta kuchli narsa. Zo'r narsa ekan aka, haqiqatan mana shular. Buni aka yana ham charchov bular, umuman daqil olmayapti, yo'l bilmayapti. Yoshini qancha beramiz aka bular? Yoshi 6 oylik, 5 oylik-da bular. 6-5 oylik atrofida. Bo'ylari qancha chiqadi? Realni haligi narsani gapiraylik. Oldi qochdi yo'q, 6 oylik, 5 oylik qo'ylari bular. Bo'yi qancha chiqadi aka bular? Bo'ylari 80, 75 shunday. 75 dan 80 gacha olishaveradi. Olishaveradi, shunaqa. Lekin mana yo'g'onligiga ham ahamiyat berasizlar akalar. Orqa boshlari, quyruqlari ochiq ekan. Buni ichida osilgan dumbasi yo'q ekan-a? Ichida? Yo'q, osilgan dumbasi anaqasi yo'q. Hammasini o'zim saralab qo'ydim-da, 20 tani bir pachka qilib qo'ydim bitta obunachingizga. Gap yo'q, aka, tavsiya qilamiz. Narxini qancha deymiz aka? Uni. Narxini ham juda chiroyli narx qo'yaylik. Haligi odamlar unda qilsin, xursand bo'lsin. Narxini haligi oldi qochdi yo'q. Bunisi ham bitta erkakcha gap gapiramiz. Aka chatinni ma'qul kelsa, Optimga ham mahinday, yakkalabga mahinday. Bunday qilamiz. Masalan, minday.
Bo'ldimi shunday o'rtasidan ketaveradi Optimdaqdan. Ha, Optim gaplashaveramiz. Ha, mana bunda oyog'idan mana qo'ydi, tortdim deydigan bo'lsa, bitta endi tortdim deydigan bo'lsa, unisini pilisi bor. Pilisi bor ha. Optimdan chiqaramiz, ag'ini yakkalabga kelishaveramiz. Telefon Nechga qilishaveramiz. qo'yamiz aka endi Optimga? Optimga buni 4 million 800 dan chiqaramiz. Kami yo'q. Kami yo'q. U bo'ladigan narxi. Optimga olamiz desa, Samarqandgacha dastavkasi bor. 4 million 800 dan olishaveradi. Donaga 5 millionmi qancha? Donaga 5 million, aniq qilaylik, donaga 5 million. Aha. Optimga 4 million 800, o'zimiz chiqarib beradigan bo'lsak 4 million 600 dan. 200 ming pilis minusga Ha, yuraveradi. 200 ming minusga yuraveradi. Ne gapi? Videoda oxirigacha kuzatib turasizlar akalar. Bizda assortimentlarimiz juda ham ko'p. Xudo xolasa yaxshilari Alisher akamiz o'zlarida bo'ladi. Doimiy ravishda akalar aloqaga chiqing. Bu videoda ertaga ko'rasizmi, indinga ko'rasizmi, qachon ko'rsangiz ham aloqaga chiqing. Doimiy ravishda zo'rlar bo'ladi. Xotirjam, hali undaqasi yo'q. Telefon qilishsin, manzilimiz aniq, kelishsin, tepasiga borib ko'rishsin. Xudo xolasa tilimizga javob beradigan bo'lamiz. Qo'yimiz yo'qsa olishadi. Yo'qmasa mana qo'lida qolaveradi. Qo'ylarga xudo xolasa garantiya. Liboy odamga yoqadi qo'y. Dastlabkasi o'sha aka. Dangillagan qo'ylar. Dastlabkasi xudo xolasa Samarqandgacha bular hammasini olishsa, besplatni yakkalabga kelishamiz. Kelishadigan holati bor. Ha. Aloqa chiqib olasizlar. Body bo'ylab besplatni bittasi ham. Kelishadigan ham body bo'ylab besplatni. Undan tashqari aka yana qanaqa qo'ylar bor? Qo'yimiz mana bularimiz bor. Go'sht yo'nalishidagi semiz qo'ylar. Aha. Narxi qancha narxini aytib keting? Bularni 7 milliondan deyapmiz. 7 milliondan. Ha, kelishadigan yeri bor endi, har xili bor. Ichida sal oriqrog'i bor, semizroq bor. Ikkita hammasi. Ikkita badallari semiz. Badallari xudo xolasa o'ta nix narsalar. Bo'ylari 85, 50 million kami bor ha? Bular 7 milliondan kami bor. Kami bor. Kelishamiz. Yana keraklari qora variantidan bor bular. Qora hozir chiqarganlarimiz ha. Bular hishaklar, hozir chiqargan hishak qo'shganlarimiz. Assortimentimiz o'ta ham ko'p. Keyingilar qanaqa? Keyingilar mana bularimiz bor. Haligi aqiqa pulim azroq. Ha. Meni pulim azroq. Menga aqiqa qilaman, menga so'yaman, menga nimadir ehson qilaman desa, mana Qur'on bor. Aha. Aybi shoqi bor. Shu semiz. Shoqi bor, xolos, shoqi bor, undaqasi bor. Ya bittasi endi nimadir defekti bor. Ha, bular-chi? Arzon, bulari qora variant, ashulari qora variant. Bular ham o'ta semiz narsalar. Bularda ham 7 milliondan bularda ham kami bor, kelishadigan yo'q. O'ta semiz narsalar. Bularda ham kilolari, tosh to'rasi hamma yo'q to'g'ri kelaveradi. Qayda oqidan ham bor ekan, oppoqlardan ha? Va bu haligi aslida Toshkentlik akalarim haligi unda qilishadi-yu, rulet qilishadi. Shunaqasidan. Toza simjun. Toza simjunlar. Toza simjun, hammasi simjun, undaqasi yo'q. Tevjun emas. Mana qo'ydi. Oqda chiqib o'zlari. Endi ushaganda bilan mana meni o'zi onqara qo'ydi. Odamni kuchaytirmaydi, onqara. Badani ham semiz ekan. Mana qo'y. Qarang badanni akalar. Baliq olib ketibdi-yu. Changib ham ketdi. Xudo xolasa o'ta ham kuchli narsalar bular. Mana bunaqa zotda bunaqalari bor, mana qarang. Yanvar qarang modim bani. Mana akalar. Buni nech pul deyapsiz? Oldini qarang. Bularda 7,5 dan deyapman oqlarini. 7,5 kami bor ha? 7,5 kami bor. Kilolari ham aniq 85, 86, 90 gacha. 90 atrofida chiqaveradi. Ha, kilolari 90 kilogacha. Kiloga sotilmaydi? Yo'q, kiloga sotilmaydi. Oyoqli. Yo'q, kiloga ham sotaveraman haligi. Ko'p odam hali muncha kilo beraman, muncha kilo u boshoriq kerak yo'q. Mana shu vaj 4 oyoq bitta kalla qilib sotaman men. Hurmatli obunachilar, aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa biz juda o'z syomkamizni yakunlaymiz. Qo'ylarimiz assortiment ko'p akalar, aloqaga chiqing. Kelishtiradigan holati bor akalar. Biz bo'lmasa juda o'z syomkamizni yakunlaymiz. Keyingi syomkalarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar akalar.